Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu pensionerlar uchun juda muhim. 1-iyuldan keyin pensiya va nafaqa to'lovlari bo'yicha ayrim odamlar yoqimsiz holatlarga duch kelishi mumkin. Bu xabar hammani birdek qo'rqitishi uchun emas. Lekin kim hujjatini vaqtida yangilamagan bo'lsa, kim kartasi, ishonchnomasi, yashash manzili yoki daromad ma'lumotlarida muammo bo'lsa, o'sha inson pensiyasini kech olishi, vaqtincha to'xtatib qo'yilishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi bilan duch kelishi mumkin. Men bugun sizga mutaxassis sifatida oddiy, tushunarli tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimaga e'tibor kuchaymoqda? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun hozirdan nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yoki bitta eski ma'lumot sababli odam oylar davomida o'z pulini ololmay yurishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin yillar davomida deyarli hech narsani tekshirtirmasdan faqat kartaga tushgan pulni olib yurishardi. Kimdir boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa ham ma'lumotni kech yangilardi. Kimdir pensiyani ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugaganini unutib qo'yardi. Kimdir bank kartasini almashtirgan, lekin yangi hisob raqamini tegishli tashkilotga vaqtida yetkazmagan bo'lardi. Bunday holatlarda ham ko'pincha masala keyinroq aniqlanardi. Hozir esa eng katta o'zgarish shundaki, ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning pasport ma'lumoti, yashash joyi, bank kartasi, tiriklik holati, ishga joylashgani yoki daromad olgani, chet elga uzoq muddatga chiqqani, nogironlik muddati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, ishonchnoma muddat kabi narsalar bir-biri bilan tekshiriladi. 11-iyuldan keyingi yomon xabar shuki, aynan shunday tekshiruvlar va ma'lumotlarni aniqlashtirish jarayonida ayrim pensionerlarning to'lovi avtomatik tarzda kechikishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bu yerda men aniq aytaman. Bu hamma pensionerlarning pensiyasi kamayadi yoki to'xtaydi degani emas. Yo'q. Agar hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya turi bo'yicha barcha shartlarga mos kelsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin muammo shundaki, odamlar ko'pincha mening hammasi joyida deb o'ylaydi. Amalda esa ba'zida eski pasport turadi, eski telefon raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Bank kartasi muddati tugagan bo'ladi yoki ishonchnoma allaqachon yaroqsiz bo'lib qolgan bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali oladigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bugun ko'pchilik pensiya pulini plastik kartaga oladi. Bu qulay, lekin kartaning muddati tugasa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob raqami yopilgan bo'lsa, karta egasining ma'lumotlari bazada mos kelmasa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Masalan, Xorazmdan bir ota 1.200.000 so'm pensiya oladi deylik. Uning kartasi iyun oyida muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. 11-iyuldan keyin pensiya o'tkaziladigan paytda bank tizimi kartani qabul qilmaydi. Natijada ota pensiyam kesilibdi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo kartada bo'ladi. Lekin buni aniqlash uchun bankka borish, yangi karta ochish, keyin ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Bu esa bir necha kun, ba'zan bir necha hafta vaqt oladi. Ikkinchi xavf guruhi ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Ayrim pensionerlar yoshi katta, salomatligi sababli o'zi bankka yoki tashkilotga bora olmaydi. Shuning uchun farzandi, kelini, nevarasi yoki boshqa qarindoshiga ishonchnoma beradi. Lekin ishonchnomaning muddati bo'ladi. U tugasa pulni olishga huquq ham tugaydi. Masalan, 78 yoshli onaxon qishloqda yashaydi, pensiyasini o'g'li olib beradi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, lekin muddati 5-iyulda tugagan. 11-iyuldan keyin o'g'il bankka boradi, lekin unga pul berilmaydi. Bir yerda bank xodimi yomonlik qilmayapti. U qonuniy hujjatsiz pul bera olmaydi. Demak, ishonchnoma muddatini oldindan tekshirish kerak. Uchinchi masala yashash manzili bilan bog'liq. Ko'p odamlar bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chadi. Lekin pensiya bo'yicha ma'lumotlarni yangilashni keyinga qoldiradi. O'zim shu yerda yashayapman, nima farqi bor deb o'ylaydi. Farqi bor. Chunki ayrim to'lovlar yetkazib berish tartibi. Bank bo'limi, hududiy pensiya organi aynan manzilga qarab ishlaydi. Agar siz Toshkent shahriga ko'chib kelgan bo'lsangiz, lekin ba'zida hanuz
Surxondaryo tumanidagi manzilingiz tursa xabarlar. Tekshiruvlar yoki chaqiruvlar eski joyga ketishi mumkin. Keyin esa menga hech kim aytmadi deysiz. Lekin tizimda eski manzil turgan bo'lsa, ayb ko'pincha fuqaroning o'zida deb qaraladi. 4-chi xavf guruhi nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Bu juda nozik masala. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlar esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy ko'rikdan o'tish muddati tugasa, lekin odam qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, bir fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha 900 ming so'm atrofida nafaqa oladi. Uning qayta ko'rik muddati 10 iyulda tugaydi. U esa keyingi oy borarman deb yuradi. 11 iyuldan keyin tizimda uning nogironlik maqomi tasdiqlanmagan bo'lib ko'rinadi. Natijada nafaqa ushlab turilishi mumkin. Keyin u tibbiy hujjatlarni yig'adi, poliklinikaga boradi, komissiyadan o'tadi, qaror chiqishini kutadi. Bu vaqt ichida pul kechikadi. 5-masala boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan oilalarga tegishli. Bu to'lovlar ko'pincha farzandlar, o'quvchilar, talabalar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun beriladi. Agar bola 18 yoshga to'lsa, lekin o'qishi davom etayotgani tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, bir qiz kollejni tugatdi va oliygohga kirdi. U hali o'qiyotgan bo'lsa ham yangi o'quv yili bo'yicha ma'lumotnoma topshirmasa, tizim uni endi to'lovga haqli emas deb ko'rishi mumkin. Bunda ham odamlar nega pulim kelmadi deb hayron bo'ladi. Aslida esa bitta ma'lumotnoma yetishmayotgan bo'ladi. 6-masala ishga kirgan pensionerlarga tegishli. O'zbekistonda pensiya yoshidagi insonlarning ishlashi taqiqlanmagan. Ko'pchilik ishlasa ham pensiya oladi. Lekin ayrim turdagi nafaqalar, qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar daromadga, ish holatiga, boshqa ijtimoiy mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam ishga kirganini yashirsa yoki ma'lumotlar ba'zida keyinroq aniqlansa, ortiqcha to'langan pullar bo'yicha savol tug'iladi. Masalan, bir pensioner kichik korxonada qo'riqchi bo'lib ishlay boshladi. Ish haqi 1 million 500 ming so'm. Uning asosiy yoshga doir pensiyasiga bu to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin agar u kam ta'minlanganlik parvarish, qo'shimcha nafaqa yoki boshqa yordam bo'yicha ham pul olayotgan bo'lsa, daromad o'zgarishi muhim bo'ladi. Shuning uchun har bir to'lov turini alohida tekshirish kerak. 7-xavf guruhi chet elda uzoq muddat bo'lib turgan pensionerlar. Ayrim odamlar farzandlarnikiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. 2-3 oy mehmon bo'lib kelish bir masala. Uzoq muddat yashab qolish boshqa masala. Pensiya olish tartibida chet elda doimiy yashash, vaqtinchalik ketish, konsullik ro'yxati, bank orqali olish kabi masalalar bor. Agar pensioner chet elga chiqib ketgan bo'lsa, lekin tegishli ma'lumotlar aniqlashtirilmagan bo'lsa, to'lovda savollar paydo bo'lishi mumkin. Eng yomoni, qarindoshlar bu pulni olib yuradi, keyin esa pensionerning holati, yashash joyi, hujjati bo'yicha tekshiruv chiqadi. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddat tugamagan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz bazada to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa maxsus maqomingiz muddati o'tmagan bo'lsa, siz katta xavotirga tushmasangiz ham bo'ladi. 11 iyuldan keyingi jarayon sizga faqat oddiy tekshiruv sifatida tegishi mumkin. Pul odatdagi tartibda tushadi. Lekin men ko'p yillik tajribamdan bilaman. Eng ko'p muammo aynan menda hammasi joyida degan odamlarda chiqadi. Chunki odam o'zida hujjat borligini biladi, lekin ba'zida u hujjat yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ID karti olgan, lekin pensiya ma'lumotlarida eski pasport seriyasi turgan, bankda eski telefon raqami ko'rsatilgan, SMS boshqa raqamga ketadi. Keyin karta bilan operatsiya qilishda tasdiqlash kodi kelmaydi. Yoki pensioner familiyasida otasining ismida bitta harf xato yozilgan bo'ladi. Bunday mayda xatolar ham to'lovni ushlab qolishi mumkin. Eng muhim tuzoq shuki, pensiya kechiksa, odam darhol davlat pensiyamni kesibdi deb o'ylaydi. Aslida kechikishning sababi har doim ham pensiya organida bo'lmaydi. Ba'zan bank texnik muammo qiladi, ba'zan karta bloklanadi. Ba'zan to'lov kunlari dam olish kuniga to'g'ri keladi. Ba'zan ma'lumotlar yangilanayotgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi xulosa chiqarishdan oldin sababni aniqlash kerak. Ikkinchi tuzoq ortiqcha to'lov masalasi. Agar sizga noto'g'ri asosda pul to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Odam men so'ramaganman, o'zlari tashlagan deyishi mumkin.
Lekin qonunchilikda ortiqcha to'langan ijtimoiy to'lovlarni qaytarish mexanizmlari bor. Masalan, nogironlik muddati tugagandan keyin ham 2 oy pul tushgan bo'lsa, keyinchalik bu summa qarz sifatida ko'rsatilishi ehtimoli bor. 900 ming so'mdan 2 oy bo'lsa, 20 million 800 ming so'm. Katta pul. Pensioner uchun bu juda og'ir. Uchinchi nozik jihat qarindoshlar tomonidan pensiya pulidan foydalanish. Ba'zi oilalarda pensionerning kartasi farzandida bo'ladi. Pensionerning o'zi bilmaydi qancha pul tushgan, qancha olingan. Men bunday holatlarda doim ogohlantiraman. Karta egasi pensioner bo'lsa, karta va PIN kodini boshqalarga berish xavfli. Ishonchli farzand bo'lsa ham huquqiy tomondan muammo chiqishi mumkin. Agar pul yo'qolsa, noto'g'ri yechilsa, kredit yoki qarzdorlik bilan bog'liq muammo chiqsa, bank birinchi navbatda karta egasiga qaraydi. 4-masala qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlarning kommunal qarzi, aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiyatlari bo'lishi mumkin. Pensiya to'liq olib qo'yilmaydi, lekin qonunda belgilangan doirada ushlab qolish bo'lishi mumkin. Odam kartaga kam pul tushganini ko'rib, pensiyam kamayibdi deydi. Aslida esa ijro byurosi qarori bo'yicha ma'lum qismi ushlangan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan hisobvaraq ko'chirmasi va ijro organidan ma'lumot olish kerak. 5-jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. iyul pensiya, yangi tartib degan gaplar tarqalishi bilan firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodini yuboring. Ma'lumotni yangilab beramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, karta PIN kodini, karta orqasidagi raqamlarni, bank ilovasi, parolini hech kimga aytmang. Pensiya organi yoki bank xodimi sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar so'rasa, bu firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? Muddat o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Shuni ko'ring. Agar yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz. Pensiya bo'yicha ma'lumotlar ham yangilanganiga ishonch hosil qiling. Pasport stolida yangilandi, demak hamma joyda avtomatik yangilangan deb beparvo bo'lmang. Amalda ba'zan tizimlar orasida kechikish bo'ladi. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasiga kira olyapsizmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring, yangi karta oling. Bankdan yangi hisob raqami yoki karta rekvizitlari o'zgargan, o'zgarmaganini so'rang. Agar kerak bo'lsa, pensiya to'lovini amalga oshiruvchi tashkilotga yangi ma'lumotni yetkazing. 3-qadam. Ishonchnoma bo'lsa, muddatini ko'ring. Ishonchnoma qachon berilgan, qachon tugaydi? Aynan pensiya yoki bankdan pul olish vakolati yozilganmi? Ba'zi ishonchnomalarda umumiy gaplar bo'ladi, lekin bank konkret vakolat talab qilishi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda pensiya va nafaqa pullarini bankdan olish, karta bo'yicha operatsiyalarni bajarish kabi vakolatlar aniq yozilganiga e'tibor bering. 4-qadam, yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar ko'chib kelgan bo'lsangiz, vaqtincha yoki doimiy ro'yxatda o'zgarish bo'lsa, hududiy pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta agar kerak bo'lsa, yashash joyini tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, telefon raqamingizni olib boring. Telefon raqam ham juda muhim, chunki hozir ko'p xabarnomalar SMS orqali keladi. 5-qadam, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik. Parvarish yoki boshqa maxsus to'lovlar bo'lsa, ularning muddatini tekshiring. Tibbiy komissiya sanasi, o'qish ma'lumotnomasi, farzandning yoshi, vasiylik hujjatlari, parvarish qiluvchi shaxs ma'lumotlari, bularning barchasi muhim. Agar ma'lumotnoma kerak bo'lsa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki bitta muassasadan ma'lumot olish, keyin topshirish, keyin bazaga kiritish vaqt oladi. 6-qadam. Agar pensiya kelmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval bankka murojaat qiling va karta hamda hisob raqamingizda muammo yo'qligini so'rang. Bankdan pul tushmaganmi yoki tushib qaytganmi, shuni aniqlang. Keyin hududiy pensiya bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport, bank kartasi, pensiya hujjatlari, agar bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomasi. Telefon raqamingizni olib boring. 7-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap ba'zan yo'qolib ketadi. Agar pensiyangiz to'xtagan yoki kamaygan bo'lsa,
mening pensiya to'lovim nima sababdan kechikdi yoki kamaydi? Yozma ravishda tushuntirish berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizada FIH, pasport ma'lumoti, manzil, telefon, pensiya turi, muammo sanasi aniq ko'rsatiladi. Arizangiz ro'yxatga olingan haqida belgi yoki raqam oling. Bu keyinchalik sizni himoya qiladi. 8-qadam kartangizni va kodlaringizni himoya qiling. Hech kimga SMS kod bermang. Pensiya bo'limidanman, bankdanman. 11 iyuldan yangi ro'yxat bo'lyapti degan odam telefon qilsa ham ishonmang. Rasmiy raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling yoki yaqin bank bo'limiga boring. Ayniqsa yoshi katta ota-onangizga buni tushuntiring. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha davlat organi nomidan qo'ng'iroq qilinsa ishonib qoladi. 9-qadam oila ichida pensiya masalasini ochiq qiling. Agar ota-onangizning kartasi farzandlarida bo'lsa, har oy qancha tushgani, qancha yechilgani, nimalarga sarflangani aniq bo'lsin. Bu nafaqat huquqiy, balki axloqiy masala ham. Pensioner o'z pulining egasi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pensionerning roziligi va xabari bo'lishi shart. Demak, 11 iyuldan keyingi eng yomon xabar shuki, pensiya va nafaqa to'lovlarida hujjati to'liq bo'lmagan, kartasi yaroqsiz, ishonchnomasi tugagan, manzili yoki maqomi yangilanmagan odamlar muammoga duch kelishi mumkin. Bu hammaning pensiyasi kesiladi degani emas. Lekin beparvolik qilgan odam uchun bitta kichik xato katta bosh og'rig'iga aylanadi. Mening maslahatim oddiy. Bugunoq pasportingizni, bank kartangizni, ishonchnomangizni, nogironlik yoki boshqa ma'lumotnomalaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Pensiya kelmasa vahimaga tushmang. Avval sababni aniqlang. Bank va pensiya bo'limiga tartib bilan murojaat qiling. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bilan muammo bo'ldimi? 11 iyuldan keyin pul kechikdimi? Karta ishlamadimi? Hujjat so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Bitta vaqtida berilgan ogohlantirish kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin.